Hormaylar. Assalomu alaykum, hormaylar. Bu yoqda hovuz bo'ladimi, bo'lmaymi? Yetmabsiz-da, mana ham kiyimlarimni olib kelardim. Birlariga suvga tushib chiqardik. Xudo xolasa, bunda filtrlari qimmat turadi. Bunda ko'p filtr qo'yilgandi. Sizdan oldinroq shu yo'lni bosib o'tgan insonlardan videosini ko'rib kuzatasiz. Qani ular nima qilayotgan ekan, biz nima qilmayotgan ekanmiz deydigan ma'noda. Muomalani birinchi o'ringa qo'ysa, muomala madaniyatini o'rgansa, undan keyingi podyezdga ham o'tasiz. Qarangki, shu domni ko'p remontini qilib qo'yar ekansizda, borib. kam uxlayman, undan ko'p uxlamayman. Hech qachon to'yib ovqatlanmayman. Eksperimentdan qo'rqmas ekansizda. Hammasini bir xil qilganda-ku, hammasini har xil qilgan yaxshida. Olmazor City o'zi tayyor ta'mirlangan holda topshiradi. Najot ta'limni o'qish uchun o'chirtda 1800 ta odam turibdi. Ajoyib joy. Ehson aka, biznes sentrda ham qanaqasi? Tadbirkorlar biznes sentri bo'ladi-da. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Demak, sizlarga bugungi videoni taqdim etar ekanmiz. Bugungi videom sal noan'anaviyroq bo'ladi. Sardor Jabborov o'zi ijodkor bola bizga o'xshab. Demak, biz u bilan sal maslahatlashganimizda qisqasi bugungi bir kungi grafikini ko'rsatmoqchimiz. Mana o'zlari ham turibdi, yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor, yaxshimisiz? Hozir mikrofonni taqamiz. Qisqasi bugun sizni bir kunlik grafikingizni ko'rsatmoqchimiz. Shunaqa tushundimmi? Qatdan keldi bu fikr? Endi ko'pchilikda shunaqa narsa bo'ladiki, ko'p meni o'zimni direktlarimga ko'p odamlar yozishadi, sizni kuningiz qanaqa taqsimlaysiz deydi, vaqtingizni deydi, shuncha ishga qanaqa ulgurasiz deydi. Meni qiziqar ekanda ijodingizga. Ko'pchilik qiziqadi. Xudo xohlasa, balkim agar foydali bo'lsa ko'rsatib beramiz, xudo xohlasa. Demak, bugungi videomizni boshlar ekanmiz. Bugun Sardorning ish kuni nima bilan boshlanadi? Ertalabki shu badan tarbiya boshlanadi. Ketdik, yuringlar. Demak, biz hozir qayerdamiz? Sardor? Hozir biz Toshkent shahrining Lumier mehmonxonasini podvalgi qismida joylashgan Centris Fit deb nomlangan yaxshi bir zamonaviy mashg'ulot qiladigan joy bor. Shu yerda hozir ozgina mashg'ulot qilamiz, shularni ham ko'rsatib o'tamiz. Здравствуйте. Demak, biz hozir adashmasam gastitsani podvaliga tushdik. Ha, Sardor, gastitsani podvaliga tushdik. Bu yerda qurilishda o'zingiz qatnashganmisiz? Yo'q. Buni do'stimiz Islom qilgan. Qurilishda biz qatnashmaganmiz bu joyda. Shularni boshchiligida yaralgan shu yaxshi joy mana hozir. Juda ham chiroyli ekan. Oho. Yetmabsiz-da, men ham kiyimlarimni olib kelardim. Birlariga suvga tushib chiqardik. Xudo xolasa, keyingi safarga albatta sizni ham taklif qilamiz. Yaxshi joy. Hozir birinchi ozgina yugurib badanni qizdirib olamiz, keyin bu yoqqa ham o'tamiz. Juda ham chiroyli ekan. Yurtdoshlar ahamiyat beringlar. Tepalarda ham o'tiradigan joy bormi deyman-a? Yo'q, tepada joy yo'q. Qurilishga bog'liq bo'lgandan keyin bargam qurilishga qaraysizda. Nima tepada, nima joylashgan Sardor? Bu tepada faqat natijli patolog bu. Bu oynami? Ana, men ikkinchi qavatda bo'laman. Manzirani ekanda. Shu baland ko'rinish uchun qilingan-da. Lekin qoyilman, boplabdi. Tepalari, tepada bu qaytarayotgan ekan, отражение ekan. Demak, hozir Sardor kiyimni almashtirgani kirib ketdi. Biza fursatdan foydalanib shu joyni yana bir bor ko'rsataylik. Shunaqa chiroyli joy ekan, o'rtoqlar. Bizning yo'nalishimiz qurilish bo'lganiga hozir bu yoqqa kirganimga juda bir chiroyli, ajoyib joy ekan. Menimcha sizlarga ham yoqyapti. Mana bu yoqda sahna ekan. Sahnada demak, yo sahnami nima bu? Bu sahna emas ekan, o'rtoqlar, bu basseyn ekan. Men uzoqdan qaraganda sahnaga o'xshab ko'rindi. Issiq ekan suvi. Bu yoqda demak dam olib o'tiradigan joylari, nari yoqda eshiklar. Juda chiroyli joy ekan. Hozir mana bitta qaraymiz. Bu yoqda mana alohida xonalari bor ekan. Ularni qaranglar zo'rligi. To'g'risini aytsam, bu koridori ham juda bir chiroyli ekan. Bu mramormi nima ekan bu? Ishlar yonar ekan-a? Toshkentdan mana Sardor joyini gaplashib o'tirdim, juda chiroyli joy ekan. Ha, dekoratsiyalari chiroyli qilingan, juda ham. Nima deydi did bilan, ha?
yerlarni qarang, toshlarni qilib qo'yishgan. Ajoyib joy ekan. Zoli bu yoq tarafda ekanda. Zal bu yoqda spa zonasi bu yoqda basseynni hozir ko'rdik, bu yoqqa ham o'tamiz. Bu yoqda ozgina badanni qizdirib olamiz. Har bir inson borki, endi sog'lig'iga qarash kerak. Doim sog'lom ovqatlanish tarziga ahamiyat beraman. Kam uxlayman, undan ko'p uxlamayman. Xo'p, mana chet elga ham borib turasiz, ish yuzasidan, dam olgani. Yerda ham shunaqa sharoitlar bo'ladimi, demoqchiman. Har bir endi biz borgan har bir mehmonxona borki, hammasi maqtanish bo'lmasin, 5 yulduzli bo'ladi. U yerda hammasida mana shunga o'xshagan mashg'ulot o'tadigan joylar bo'ladi albatta. Men hozir yurtdoshlarga bir aytib o'tishim kerak. Sardor yaqinda 18-yilda keldingiz-a, adashmasam? 18-yilda keldim. Qayerga bordingiz, shuni o'zingiz ayting. Endi 3 ta davlatga bordim. Seyshel orollariga bordim. Undan keyin shu Istanbuldan keyin Moskvaga. Maza qilibsiz-da. Aylanib kelsiz. Ish bilanmi yo dam olishmi? Dam olish bo'ldi bu. O'zi biz klubimiz bor. Executive klub deyiladi. Ustozlarimiz Hasan. Oldingi safar aytuvdingiz. Cheslovlari ham yozilgan ekan. 19, 26, 21. Sveje ekan hali. Sveje. 26. Bugun nechi? Bugun birinchi. Bir yilda 2 marta safarga chiqamiz. U paytda qishki safar edi, hozir yozgi safar. O'zi mana yozni chillasida Ko'pchilik bordinglarmi shunda? Bu safar 32 ta odam bordi. Oho, mazza qilibsizlar. Sizni chalg'itmaylik. Demos mashqingizni qilib. Mana buni olib tursangiz. Charchamadingizmi? Keling mikrofon taqib qo'yaylik. Nima deydi? Ro'ppa rosa soatga qarab turdim. 45 minutmi, 44 minut mashq qildingiz-da, shunaqami? Yosh oshganda kamroq bo'ladi. Sal kamroq qilindi endi. Endi boshqa safar sal ko'proq. Dushga kirsangiz kerak, bekor mikrofonni taqdim. Yo'q, hozir basseynga bitta tashab 50 metrcha suzaman. 50-60 metr. Taxminan necha minut oladi hozir basseyn? Bir 15-20 minut uzoq bor. Demak, 40-45, 10-15 1 soat vaqtingizni olar ekan. Hozir basseynga tushish uchun yana alohida kiyimlar bor. Uni kiyib olaman. Nimaga uni kiyganimni tushuntirib beraman. Xo'p bo'ladi. Nimaga basseynga buni kiydim? Endi bu gastrisani joyi bo'lganligi uchun podval qismi bu yerda ayollar ham tushish ehtimoli bor. Shuning uchun endi biz har holda musulmonmiz. Avratlar yopiq turgani maqsadga muvofiq. Bu ertalabki mashg'ulotlar odamni kun davomida tetik bo'lishiga Batareyka zaryadka olar ekansiz. Sardor shu joychi uzoqdan boya qaraganda sahnaga o'xshab ko'rindi-da. Bu nima beradi bu? Bu badallarni massaj qiladi, jakuzi-da, bunda ham bir o'zgacha. Zo'r ekan-a. Kofe, choy, nima ichasizmi?
Sardor yurtdoshlarga bir eslatib qo'yaylik, hozir chet elda yurtdi deb o'ylashligi mumkinda. Bu o'zimizni Toshkent Lumier mehmonxonasini podval qismida joylashgan shu ajoyib bo'lgan mana shu maskan. Bitta savolim borda, aynan shu qurilish bo'yicha ozgina endi gapirmasak ham bo'lmaydi-ku. Mana shunaqa narsani uyda qurib qo'ysa necha pul ketadi? Endi buni har xil qurilish mollaridan qilsa bo'ladi. Bu endi premium klassga qilingan, bunga sal ko'proq pul ketgan. O'rtachasini olsak agar. Bir 10 ming dollar atrofida bitirsa bo'ladi. Shu narsani olsak-a, bundan sal kichkinaroq bo'ladi. xonadonda qilganlar bormi shunaqalar? Albatta bor. Buni filtrlari qimmat turadi. Bunda ko'p filtr qo'yilgandi. Buni bir vaqtda o'zida 12 kishi o'tirsa ham bemalol sig'adi. Bemalol filtrlari yetib beradi. Hammaga birdek suvni masaj qildirib beradi. Endi uyda bitta ikkita odam bo'lsa, filtrlar ko'p qo'yish shart emas. Kamroq qo'yib, ekonomni variant qilsa ham bo'ladi. Mana hozir qarab hayol surib o'tiribman. Sardor bu yerda cho'milyapti. Bu yerda mana stolida gazsiz suv, yaxshi mevalar, nima deydi, ruscha qilib aytganda krasivo жить не запретишь. Yaxshi lekin faqat eshitib yurmas ekanda, o'ziga ham yaxshi qarar ekan. Sardor endi mikrofonni taqib olasiz. Ahamiyat beramiz. Hozir Sardor telefonni qarayapti. Endi suvda, Tinovkada telefon ishlatmaganlar, kim telefon qildi, kim xabar yozdi, shuni bir ko'pchilik yozgan ekan, telefon qildi. Mijozlar ham telefon qilgan ekan, hozir endi albatta chiqib qaytib qo'ng'iroq qilamiz, xudo xolasa. Endi chiqib ish qilish kerakmi, yo'q? Hozir albatta hozir chiqib endi obyektlarga boramiz. Undan oldin bitta tinchlantiruvchi choy har doimga an'anaga muvofiq. Bu oddiy qora choy yoki ko'k choy emas. Ehson aka, bu olmalik tinchlantiruvchi choy. Hozir bitta ichib ko'ring. Tinovka qilmaganlarga ichsa bo'ladimi? Bo'ladi, mazza qilasiz. Yaxshi. Jaloliddinga ham beramiz, syomka qilib bo'lgandan keyin. Qani, techinchi. Tashqariga chiqamiz. Sardor, bitta savolim bor edi, rahmat sizga. Oddiy qilib aytganda, успешный biznesmen bo'lish uchun ko'proq nimaga ahamiyat berish kerak? Endi Ehson aka, ko'p tadbirkorlar, ko'p успешный bo'lmoqchi bo'lgan insonlar, endi men tavsiyam muomalani yaxshi o'rganish kerak-da. Biznesmenlar borki, men o'ylayman, muomalani birinchi o'ringa qo'ysa, muomala madaniyatini o'rgansa, juda ham yaxshi bo'lardi-da. Mana men ko'p tadbirkorlar bilan, ko'p odamlar bilan gaplashaman. Muomalasi juda ham qo'polda. Hali bir imkon bo'lsa, bitta zo'r hikoya bor. Men uni adashmasam shu 5-sinflarimda, 6-sinflarimdan, balki men undan kattaroq bo'lganida o'qiganman. Mana shu miyamda qolib ketganda. Ibratli demoqsizda. Ha, hammaga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu qo'yib qo'yaylik, hozirki qurilishga kiramiz. Sardor, sizda ham shu biznesda ustozingiz bordir-a? Albatta, ustozlarimiz bor. Hasan aka, Husan aka ustozimiz bo'ladi. Juda ham ko'p narsalarni o'rganganmiz. Hozir ham ko'p narsani o'rganamiz. Lekin boyam bir ko'rishib qoldik-da, o'zi ko'proq videolarni ham kuzatamiz. Haqiqatan ham ibratli, yaxshi gaplar gapiradilar. O'zlari tabiatdan ham yaxshiliklarni bilib turadi. Juda ham mehribon ustozlar, biz baraka topganmiz. Har doim qadrlaymiz, har doim rahmat aytamiz ularga.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz Hasan aka? Yaxshi, zo'r. Ijod qilar ekansizlar. Bugun bitta anaqa qilaylik, prorab bilan bir kun degan loyihani. Savol berdim-da bularga. Ustozlar haqida deganimda, ustozni sizni aytyaptilar-da. Endi ko'proq siz endi shogird yetishtirganda unda tanlab olasizmi, o'zligi keladimi, qanaqa bo'ladi shu protsess? Mana shunday zadachalarni berasiz, gaplashib turing. Hozir mana shuni taqib qo'ysam mayli. Aytay deyapsan endi. Shogird tayyor bo'lganda ustoz topiladi deydigan gap bor-da, endi rus tilida учитель приходит тогда, когда ученик будет готов deydi. Inson o'zi qaysidir nimaga yetganda shu narsaga qo'shimcha bilimga, nimaga ehtiyoji bo'lar ekanda. Shu gapingizni o'sha paytga yetganini biladimi odam shunday? Muammo bilan duch keladi-da, muammo bilan duch kelishni boshlaydi. Boshida hamma o'zini zo'r deb o'ylaydi. Qaysidir muayyan nimagacha yetgangacha, aqli bilimi yetgangacha bir narsaga erishadi. Lekin siz ham mana o'zingiz sohangizda o'zingizdan har doim ishlaysiz. Men ko'raman kanallaringizni, har safar nimadir yengilliklar qilaverasiz. Lekin qaysidir payt yo ijodiy to'g'risi nima yetmay qoladi yoki qaysidir bilimda, tajribada o'qit yetmaydi, keyin shu sizdan oldinroq shu yo'lni bosib o'tgan insonlardan bilim olishni boshlaysiz. Maslahat so'raysiz yoki bunda videosini ko'rib kuzatasiz. Qani ular nima qilayotgan ekan, biz nima qilmayotgan ekanmiz deydigan ma'noda. Endi tadbirkorlik sohada endi bizani Xudo bir yuqtirgan, bergan shu ilmimizmi, tajribamizmi, endi biz ham 20 yil, 25 yil oldin shogirdingizga o'xshab dadamiz yonlarida, dadamiz siz bilan tengi bo'lganlar, biz yosh bola bo'lganmiz. Yonlarda maktab ko'rib, ustoz ko'rib, pishib, baland pastlardan birga o'tib, endi ozmi ko'pmi ofis market bo'lardi. Ofis marketlarni boshlab, podvallarda boshlaganmiz, 6 kishi, keyin birinchi o'sha O'rizordagi akamiz uylari bo'lgan, o'tda ishxona qilganmiz, keyin kengaygan. Endi tajriba orttirib, peshanani urib, pul yo'qotib, vaqt yo'qotib o'rgangan joylarimiz bor. Shuning uchun bugungi kunda shu yo'lni bosayotgan insonlar yangitdan velosiped ixtiro qilishga shart emasda, shu yo'lni bosib o'tgan insonlarning bilimini olsa, peshana urilmasdan borish ehtimoli bor. Balki bu xatosida o'rgangan demoqchisiz-da. Ideali shuda, endi ikkita yo'li bor. Xohlasangiz xato qilib, pul yo'qotasiz, vaqt yo'qotasiz. Qayta turib keta olsangiz, xo'p. Turib keta olmay katta pul yo'qotsangiz, keyin o'zingizga bo'lgan ishonch yo'qoladi hayotda. Eng yomoni shuda. Sog'liq yo'qotasiz, birovlarga bo'lgan ishonch, sizga bo'lgan ishonchni yo'qotasiz. Shuning uchun ikkita yo'li bor. Agar shu yo'nalish bo'yicha bilim berayotgan insonlar bo'lsa, hozir bugungi kunda mana YouTube bor. YouTube'dan o'zingiz havas qilgan insonlarning gapini ko'rib borish kerak. Oldin biz Amerikadan keyin kitoblarni o'qirdik, Rossiyadan keyin kitoblarni o'qib o'rganardik-da. O'zbekistondagi anaqa keyslar, tajriba bo'lishadigan nimalarning o'zi bo'lmagan, platformalar bo'lmagan. Biz o'zimiz ustozlikka da'vogarlik qilmaymiz. Bizdan ko'ra ko'proq o'ynay yurtgan insonlarni chaqirib, lekin ustoz deb yuribdi-ku hamma. Endi hurmat qilib, nima qilib, demak bir narsa o'rganayotgandirki, endi odatda biz nimani aytamiz? Farzandimga mana kamera ortida turgan shogirdlarimizga o'xshagan yigitlarga mana buni qilgan kam bo'lmaysan, mana buni qilgan zo'r bo'lasan deydigan narsani xuddi o'g'limga, jiyanimga, shogirdimga ilingan narsani zapis qilib yana efirga beraylik. Shu o'zbeklarning farzandi shu narsani bilsin. Haligi ko'pincha aytamiz, mardikorlik emas, hech bo'lmasa tadbirkorlik qilib baraka topsin. Demak, oddiy hayotda ham ustozlik qilib ketaverar ekansiz, faqat ishda emas. Biz shu yaxshi ko'rgan, dadamiz o'rgatgan narsani oddiy qilib o'rgatamiz, menimcha. Demak, qarang, o'zingiz hozir savol ustiga savol kelyapti. Siz ustozingiz dadangiz bo'lgan ekan. Ha, rahmatli dadamiz bo'lgan, bizning ustozimiz Fozilxon akamiz bo'lgan, ustoz rahmatli. Joylari jannatda bo'lsin, kenlarini ham. Ya'ni biz o'shalarning maktablarini oldik. Ular bolam haligi mana buni qilgan, mana buni qilmagan, bitta ehtiyot bo'lganda yo'l ko'rsatib o'rgatdik. Maktab, litsey, institut o'rgatmaydigan gaplar ko'p-da. Doimiy hayotda. Maktab o'rgatadigan narsa bor, litsey o'rgatadigan narsa bor, institut o'rgatadigan narsa bor, lekin o'rgatmaydigan narsalar bor. Ayniqsa pul topishni men maktabda ham, litseyda ham, institutda ham o'rganganim yo'qda. Ilmni beradi, mana buni marketingni, boshqa narsa. Lekin hayotda muomala qilishni, odamlarning ko'nglini olib, xizmatini qilib, mehnatingizga, mahsulotingizga o'shalarni chiroyli rozi qilib pulni olishni ilmini biz dadamizdan o'rganganmiz. Toshkentdagi varikoz kasalligini zamonaviy lazer uslubi bilan davolash filiali endi Samarqandda ham bor. Marhamat.
o'zi 3 oyga qilingan vaqtinchalik joy degan joy mana shu turgan joyimiz. Keyin yog'i qo'shildi yana. O'shanda qatgacha edi, masjidgacha edi, Mana shu joygacha edi. Endi esladim. Mana shu joygacha edi. Endi bu yoq Bu o'zgarib tepalar nima bo'lyapti endi Sardor? Tushuntirib bering. Xo'p, bu endi ikkita uruvenli bo'ldi. Ofis bo'ladi, tepasi ham, pastli ham ofis bo'ladi. Biznes sentr bo'lar ekanda. Ha, biznes sentrda ham qanaqasi? Tadbirkorlar biznes sentri bo'ladi. Nima deydi? Menimcha Toshkentda bitta bo'ladi-yu shu, ha? Endi ustozlarimiz ham shunga harakat boshlashgan. Demak, ahamiyat beramiz. Hozir Sardorning ishlari boshlandi. Sardor endi bu yerda ishingiz tugadi bugunga, ha? Qayerga yo'l olamiz? Hozir Golden House kompaniyasi tomonidan qurilgan Parisen turar joy majmuasi bor. O'sha yerda ham hozir ikkita obyektimiz bor. Bu yoqqa ham boramiz. Bu yoqda ham ishlarni tekshiramiz. Qaysi darajaga yetdi, nima bo'ldi, shular bilan gaplashib, keyin yana ishimizni davom etamiz. Bitta savolda Sardor, mana qarang, bu yerda ro'parosi 1 soat 2 minut bo'ldingiz. Ha? 1 soat 12 dan ozgina o'tibdi-da. Demoqchi bo'lganim, grafikingizga kiryapsizmi yo sal grafik bo'yicha, grafik bo'yicha 2 minut, 3 minut, 5 minut hech narsani rol o'ynamaydi. Endi demak bitta mashinada ketaveramiz, ha? Albatta. Yuring, ha. ishimizda eng qimmat narsa bu vaqt. Hozirgi joy bo'yicha mana hozir o'sha vaqt to'g'risida gapiryapsiz. Mana grafikka sig'yaptimi yo cho'ziladimi? Qanaqa nimada bo'lyapti? Sal cho'ziladi. Bu bizga bog'liq bo'lmagan bir narsalar bor. Chet eldan narsa zakaz qilganimizda konditsionerlar. Hozir bilasiz, pandemiya paytida logistika sal muammo bo'lib turibdi. Shu sababdan narsalar yetib kelishi juda qiyinlashib qolgan hozir. Demak, bu yerga obyektingiz bilan bu obyektingiz orasi hech qancha emas ekanda, kuniga nechta joyga kirasiz shunda? Masalan, mana hozir bugun bunga kelsam, ertaga bunga kelishim shart emas. Ha, sizningcha san'atkorga o'xshatdimda. Mashhur san'atkorlar bir rol kirib chiqadi-yu to'yga. Siz ham vazqarma ishlarga bir rol kirib chiqasiz. Mana xayrli bo'lsin. Demak, mana bu chiroyli ichkarilarga bu premium klassdagi turar joy majmuasi. Juda chiroyli ekan, tashqarisidan g'ir etib o'tib ketamiz. Ichkarisi juda ham bir ajoyib ekan. Hozir mana salqingina ekan. Salqinga qo'yamiz boshlamizda. Eshiklarni qarang, chiroyliligini. Ha, Sardor? Ha. Bir ajoyib ekan. Haqiqatdan ham premium klassligi bilinib turar ekan. Lift endi hozircha bunaqa sal-pal yopib qo'ygan, urinib qolmasin deb. Apshga qilib qo'ygan, endi baribir ko'chib olguncha. Ko'chib kelishda mebel tashiydi odamlar yoki qurilishda bu narsa tashiydi, o'shaning uchun eskirib qolmasligi uchun apshivat qilib qo'yilgan, keyin qurilishlar bitishi bilan olib tashaladida. Bu hamma novostroykalarda shunaqa, bitta bunda emas, ko'p novostroykalarda shunaqa bo'ladi. G'ayrat, mana siz ko'p ishlaysiz-ku, ha? Sardorlar yon. Hamma jiddiy odam-yu, hazillab turadi. Ko'pincha jiddiy deyishlardan rosa gap eshitar ekansiz. Hormaylar. Assalomu alaykum, hormaylar. Jahongir aka, yaxshimisiz? Charchamabsizmi? Qani endi Sardor tushuntiring. Bu qanaqa stadiyada ketyapti hozir va kelajakda qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Xo'p, endi bu joy 125 kvadrat, 4 xonali uy. Patключ olgansizlar. Patключ olganmiz. Shu Chirnovoy ishlar tugash arafasida elektrika santexnikalarni qilib bo'ldik. Mana hozir devorlarni ham tekislab chiqdik. Mana hozir patolog urish arafasida bolalar. Shu patologlar urilgandan so'ng toza ishlarni ham boshlaymiz. Ha, yaxshi. Lekin koridori kengina ekan-a? Koridor keng qilingan. Endi hozirgi zamonaviy uylarda koridor, hollar katta qilish hozir urfga aylangan. Bitta savolim bor shu yerda. Shu xonalarning hammasi bir xilmi yoki ichi bo'lingani har xilmi? Demoqchi bo'lganim, korobka variantida o'zingizlar bo'lganmisizlar? Buni mana bunaqa bo'lgan. Biz kelishimizdan oldin uy egasi o'zini xohishiga moslab bo'lib qo'ygan. Bo'lingan joydan biz davom ettirishni boshladik. Demak, agar shuni olgan odam xolasa bitta katta xona qilib qo'yadi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Juda qulay, hozirgi zamonaviy. Tim bo'lib bu premium klass bo'lgandan keyin platin litida bitta.
Bu yoqda hovuz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Oldin polni nol yopib olib, keyin qilasizmi? Chetidan 10 santimetr qochirib, 55 santimetr. Sardor endi bu xonadon kimga nasib qiladi? Kimga nasib qilgan? Saxiy zo'r insonda Shuhrat aka degan odam. Buxorolik odam. Nimasi zo'r? Shuni ayting. Jibril og'zida to'ldirib aytyapsiz. Zo'rki shunda masalan ko'p hamma narsaga aralashmaydilar. Boshida kelishganmiz, dizaynlarni ko'rsatganman, shundoq to'lovlarni qilganlar, ketganlar Buxoroga. Ahamiyat beramiz, aralashmasa zo'r odam bo'lar ekan. Aralashmaydi deganda nimasiga shunga aniqlik kirib keting. Boshida o'sha hamma narsasini qilganmiz, ish jarayoniga aralashmaydi. Nimaga bu bunaqa bo'lib qoldi yoki bu nimaga bu bunaqa deb masalan so'rab o'tirmaydi. Oxirida rezultatni oladilar bo'ldi. Demak, to'g'ri ma'noda aytayotgan ekansizda, tushunmaydigan ishiga aralashmaydi demoqchisizda. Jalolni mana bitta olib bersang, keyin qaragan shunaqa chiroyli manzara bo'lar ekan. Sardor, keyingi obyektimiz qayerda? Hozir mana shu Iminni Parisda joylashgan narigi podyezdda unga ham kiramiz hozir. Bu yoqda ham shu beradigan ishlarim bor, shularni beraman. Yaqin bo'lib qoldi ikkita obyektingiz. Ha, endi mana bunaqa bo'ladi-da o'zi aslida. Bitta ishingizga yoqsa, darrov ikkinchi ish ham chiqaveradi-da. Shuning uchun har doim Yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi. Shuning uchun har doim endi mehr bilan yondashsa, vijdonan yondashsa, odam men o'ylaymanki, hammasi besh bo'ladi-da. Sardor, keyingi obyektimizga piyoda boriladimi, mashinadami? Yo'q, mana keyingi podyezd, shuna kiramiz bo'ldi. Shu domni o'zidan ekan-da. Shu domni o'zida, shuna kiramiz. Sekin-sekin uni tugatsangiz, undan keyingi podyezdga ham o'tasiz. Qarangki, shu domni ko'p remontini qilib qo'yar ekansiz, borib. Da, shunday. Fontani bor ekan. Kechqurun bu yoqda zo'r bo'ladi, kechqurun. To'y o'tkazsa ham bo'lar ekan-da, antibiotiklar bor ekan. Cho'tki bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu 8-qavatda. Keyin ochilganda yana ham kengayadi menimcha. Qarang, mana shuncha bir qarich joy. Bu ham qancha mana shu? Qancha santimetr shu? Bor yana 10 chiqsan. Xo'p, 10, ikkita tarafda 10. 20 santimetrga yana kengayadi ekan. Ancha bo'lar ekan. Keyin bu liftlar oynali bo'ladi, mana oynasi bor. Menimcha o'sha siz aytgandek bu tayyor turibdi. Просто ustini yoqib Shukasini yechadi, bo'ldi. Remont tugasa bo'ldi. Bilmadi ham, hozir 8-qavatga chiqdikmi? Sardor betda ancha oldinroq ketayotgan ekan, nariga nisbatan. Tugash arafasida etapiga yaqinlashgan. Endi bitta mashina so'rayman. Bu oyoq tagida nima bu? Granitmi? Bu kerama granitlar, hozirgi kunda mana shu katta narsalar modaga aylangan. Tugab qopti deyarli. Bu yoqni boplabsizlar. Buni boplabsizlar. Nima deyiladi shu narsa, Sardor? Bu endi televizorga qilingan stenovoy, devor qilingan dekorativniy. Mana nimalar qilib qo'yibdi-yu, shetga teshilib bu yerda rozetkalar chiqadi, televizor ilinadi bunga. Demak, bu yoqda spalni bu yoqqa qarab shunaqa yotib televizor ko'rib ham juda chiroyli ishlov berilibdi. Bugungi kunda uchratib turamiz-da shunaqa joylarni. Pastgacha oyna qilib qo'yadi. Sovuq tortib ketmaydimi shu? Yo'q, o'sha sovuq tortmasligi uchun mana katta batareya qo'yilgan. Mashina o'zi polni mehmonxonaga yetib beradi. Buni katta qilish sababi hozirgi kunda yorug'lik tushadi xonaga. Hozir o'zida ham bir 40%, 30% devor yo'q-da. Yo'q. Yorug'lik chiqibdi, to'g'ri. Keyin mana mana shu narsa to'g'risida agar tushuntirib bersangiz-da, qarang. Menimcha bu televizor turadigan joyi o'zi aslida boya mana ko'rdik, mana bunaqa joyda to'xtayapti-da. Endi bu oxirgacha qilinyapti, bu dizaynerskiy yechimmi? Dizayn unisi mana bunaqa bo'yaydi, bu eni bilan endi. Eksperimentdan qo'rqmas ekansizda, o'ylamadingizmi boshqacha chiqib qolsa yo ko'rinishi qanday bo'lib qolsa? Nega endi masalan baribir hammasini bir xil qilganda-ku, hammasini har xil qilgan baribir yaxshi-da. Lekin shu odatingiz yaxshi ekan, ijodiy yondoshar ekansizda. Sardor mana ko'p holatlarda koridor bilan oshxonani bir xil qilib yuborishadi-da, menimcha bu yerda parogam yo'q. Shuni nimaga unaqa qilinadi? Yo'q, ko'p yuradigan joy. Ha, endi bu joylar рабочий zona hisoblanadi. Masalan, shu yerda o'zi taomni tayyorlab, yana shu yerda o'zi bemalol iste'mol qilib, fartugini ham qo'yishdi, to'g'ri.
shu u yoqda boshqa brigada ishlayapti, bu yoqda boshqa brigada ishlayapti. Brigada S boshqaryapti, shunaqa bo'lyapti. Ularning orasida ham konkurensiya bo'ladimi? Kim vaqtli topshiradi, premiya beraman, unaqa. Endi masalan bir vaqtda boshlansa, hop, konkurensiya qilsa bo'ladi. Chunki endi ular salkam 1,5 oydan keyin boshlashdi. O'shani hisobiga bularga masalan ular konkurensiya qila olmaydi. Ular chunki 1 oy 1,5 oy keyin boshlandi. Agar bir vaqtda boshlab, ularga masalan motivatsiya berib qo'ysangiz, bir-biridan o'taman deb harakat qiladi. Endi beradi. Ko'rganmisiz shunaqa? Endi men unaqa ko'p shoshiltirmayman, sababi shoshilganda bir-ikki kichkina mayda xatoliklar qolib ketmasin deyman. Endi aytaman baribir. Palonchi vaqtda bitirishimiz kerak, sal tezlashinglar deb aytaman. Davay, men kunga 40 xil desangiz, xatoliklar kelib chiqadi. Mana endi yana bitta narsaga ahamiyat berdim-da. O'sha boyagi joylarda, Infactorda, bundan oldingi joyga, bu hozir 3-joyimiz bo'lyapti. Kiryapsiz, oddiy, yumshoq, kelishtirib, tushuntiryapsiz. Qisqasi, jahlingizni chiqarmayapsiz. Bu kamera bo'lgani uchun shunaqami? To'g'risini ayting faqat yoki Sardorni ham jahli chiqib turadimi bir xil? Chiqadi. Endi shu narsani o'zim maqsad qilganman, sog'lig'imga qattiq qarayman. Ko'rdingiz. Buni bildik. Sog'lig'imga qattiq qarayman sababi erkak kishida shu narsa borki, biz endi ko'p treningga qatnashganimizda eshitganmiz, bilamiz. Erkak kishi 50 yoshgacha sog'lom kelsa, pul bilan kelsa, undan keyin jitda. O'shaning uchun zo'r maslahat berdingiz. O'shaning uchun men har doim harakat qilaman, sog'lig'imga qarayman va harakat qilaman. Shu 50 yoshgacha deylik qanaqadir kapital bilan borsam, keyin undan keyin maza qilib, bolalarni, nevaralarning rohatini ko'rib yashashni masalan orzu qilaman. Avvalo Xudo bergan umr, baribir biz sababchimiz hamma narsaga. Inson borki, yaxshi narsaga intiladi. O'shaning uchun mana odamlarni uyini ham remont qilishda qanaqa yondashaman? Men masalan shu uyda o'zim yashasam qanaqa bo'lardi degan narsa ko'rar ekansiz. Shunaqa. O'shaning uchun menda ideya ko'p. Hamma uyga kirsam har xil narsa qilaveramanda. Masalan, bitta uyga qildim, buni kopiyasini bunga qilmayman hech qachon. Chunki baribir har kuni yangi narsani ko'raman. Timol chet ellarga chiqqanda ham masalan ko'p yangiliklar ko'riladi-da odam. O'shaning uchun kelib qo'llayman. Mana qilchi dizayner bilan o'tirib ishlayman-da. Xo'p, shuni qo'llaganingizda mablag'iga borib taqaladi-ku. Mablag'iga borib taqaladi. Endi masalan byudjetdan chiqib ketmaysizmi? Yo'q, byudjetdan chiqish paytlari bo'lganda masalan o'sha mijoz bilan kelishiladi. Odatda qanaqa bo'ladiki, ijod qilaverasiz, bu yoqda mablag' ketaveradi-da. Shunaqa. Ba'zi bir joylarda bo'ladi, bo'ldi, to'xtat, shuni tugatib qo'ya qolgan pulim tugadi. Shunaqa ham bo'lib turadi-ku, to'g'rimi? O'shani uchun hozir 4-obyektimizga boramiz. 4-obyektimiz Olmazor Cityda joylashgan. Bilsangiz, Olmazor City remonti bilan beradi. Biz nimaga yana remont qilyapmiz? Uyda egasi endi orzu-havasli odam, oilasi keng odam bo'lgani uchun 5 xona u joyda boshqatdan yangilab remont qilyapmiz. U yerda masalan hozir men kelishgan puldan men o'ylamay уже chiqib ketaman. Lekin men klientga ayta olmayman. Shuni biladilarmi o'zlari? Yo'q, hozircha bilmayapti. Lekin mayli, men har doim shunga harakat qilaman, va'da berdimmi qilaman. Chunki borganda aytaman, esimga solsangiz, nimaga unaqa bo'layotganini aytaman. Bo'ldi. Ketdik. Endi qayerga yo'l olamiz? Endi xudo xolasa shu mana soat ham peshin bo'lib qoldi. Bitta peshin o'qib olamiz. Keyin yana qolgan obyektlarga boramiz. Orada bitta obyekt qilib olamiz, xudo xolasa. Yaxshi. Sardor, Rabbi. bu atrofda masjid uzoqmi? Mana yaqin joyi bor. O'sha yerga tez yetib olamiz hozir. Vaqt kam qoldi. O'shanga tezlashib borib, xudo xolasa shu peshinni o'qib olamiz, keyin ishda davom etaveramiz. Allahu akbar, Allahu akbar. Bizda mana videolar qilganimizda odam bargan hovliqib turasizda, shu oxirida qanaqa chiqar ekan, chiqmaguncha bir xavotir bo'ladi-da odamda. Qurilishda ham shunaqa bo'lsa kerak. Albatta, endi Undan ham kuchliroqmi? Undan ham kuchli, stresslar bo'ladi qurilishda, baribir odam. Xo'p, bittasi misol keltiring, qanaqa stress bo'lishi mumkin? Xo'p, eng yomon narsa bitgandan keyin u bu narsa ishlamay qolishi, bu katta bir xato ham. Bir katta bir narsa. Baribir texnik tomonlama onda sonda uchrab turadi bu narsa. To'g'ri aytasiz. Bu qurilishda turadigan narsa. qurilishda busiz qochib bo'lmaydi. Chunki texnika zo'r
yaxshi narsani qo'ysangiz ham balkim nimadir sabab bo'lib ishlamay qolish ehtimollari onda sonda kuzatib turiladi. O'sha paytda odam ozgina siqiladi, shuncha ish qilib bo'lgan bo'lasiz, yana boshqatdan buzib buni qilishga to'g'ri kelib qoladi-da. Bu xarajat butun yana Vaqt eng yomoni vaqt. Sardor, mana hozir biz qayerga keldik, shuni ayting. Biz endi shu hozir ovqatlanishga keldik. Istrabek. Bu joyda parda pishgan ovqatlar bor. Bu endi men bilishimcha, dietический joyda. Dietический ovqat. Har doim shunaqa ovqat yeysizmi? Ha, anchadan beri. Nimaga? Endi bu to'g'ri ovqatlanish tarzi. Choyxonada unaqa kuchli ovqatlarni yeb tursangiz kerak. Endi unaqa bo'ladi, juda kam. Hozir ancha kamaygan. Yo, norin, qozonqoq, oshlar hozir juda kam. Lekin bu yerda men bilishimcha, samoobsluga o'zi olib, patnisda olib boradi. Shunaqa qilamiz. Bundan olamiz salat. Mana bu salat. Mayonez qo'shilmagan, masalan, bunga. Qo'shib ketmadimi bu? Normallik. Ha, siz hozir ikki kishining hisobini olib olasiz. Agar bitta o'zim bo'lganimda, yo buni olardim-da. Endi mana shu kelaman, kelgan paytimda qaysi bir ovqat buni qilsa, endi mana bu yoqda qo'rmalar bu. Tabiiyki bunaqa olmayman. Parda pishgan. Bu yerda har xil ovqatlar bor ekan. Bunda kirganingizda ishtahalaringiz ham ochiladi. To'yib ovqatlanasizmi peshinda yo? Yo'q, men hech qachon to'yib ovqatlanmayman. Shu dastatchni o'zimni chustut qilaman, shu yaxshi. Qornim Sal to'ydiganda to'xtatasiz. Sal to'ydiganda to'xtataman. Shunaqa. Bu yaxshi ekan hozir. Bu yoqda o'rik sharbati olamiz. Yarim porsiya guruch, mana bu tovuqni kotletidan yoniga shu grechkami yo anavi makaron bor-ku, paplotskiy, shundan qo'yib berasiz. Ozgina podleva qilib berasiz. Shu 5-6 gacha yetib boradi bemalol. 7dan keyin ovqatlanmayman. Shu 6larda ovqatlanaman. Shu bilan bo'ldi. Har kuni bo'lmasa ham bir haftasiga 2 marta kelishga harakat qilasiz-da, to'g'risini aytgan. Chunki yoki harakat har kun kelasiz. Endi obedda bu yoqqa har kun kelaman. Kechqurungi ovqatlarda to'g'ri kelsa ko'proq o'sha yerda ovqatlanamiz. Yoki uyda. Har doim ham ovqatlanib turish kerak. Hozir non ham olamizda. g'arat oladi. Mana shu ovqatlanishda endi. O'zingizni joyingiz ham bo'lsa kerak bitta o'tiradigan-a. Yo'q, endi har doim har xil vaqtda kelamiz-ku. Bir xil payt band bo'ladi, bir payt bo'sh bo'ladi. Endi umumiy mana shu joy o'zimizga qadrdon bo'lib qoldi-da. Nima yeyotganimni ko'rdik. Ko'rdiklar. Yo, mana shunaqa ovqatlanar ekanlar. Shu oling, Ehson aka sog'mas ovqat. Ketdik Ehson aka. Rahmat Sardor, juda ovqatlari mazali ekan. Odatda odam ovqatlangandan keyin uncha ishlagisi kelmay qoladi. Endi odatda shunaqa bo'ladi, lekin bizda unaqa yo'q. Oxirgi payt Toshkentda juda ko'pchilik joyda qurilishlar bo'lib ketdi. Hozir mana hozir tushuntirib bering-da Sardor. Olmazor City deymiz. Ba'zilar biladi, ba'zilar sal palqog'iga chalingan. Qayerda joylashgan? Endi qarang, Olmazor City o'zi Ehson aka mana bitta oldin Nikon zavod bor edi. Bu 3-avtoparkning o'rnida turibmiz hozir. Hozir turgan joy. Bu yoqda mana Qichqiriq kanal o'tgan. Joy yaxshi joyga qurilgan. Zakrytый zonalar, Olmazor City. Bu ham endi elitniy dom hisoblanadimi? Albatta, bu ham elitniy dom hisoblanadi, albatta. Endi tushuntirib bering, shu yerda nechinchi qavati, necha xonali uy? Ha, gaplashib ketamiz sekin. Remont qilayotgan joyimiz 5-qavatda joylashgan, 5 xonali uy. O'zi necha qavat bu? Bu 9 qavat. Hozir kiramiz, ko'ramiz. Qarang, mana bunaqa nimalari bor ekan-a. Kodlarini terib kirilar ekan. Endi hamma ham kirib ketmaydi-da. Ha, yaxshi. Открыто. Ana. Yaxshi. Yo'q, qo'y, skvoznak bo'ladi. Keling, Ehson aka. Ha, yuring, boshlang. Bu tikib boshqa. Bu endi podiyez, qarang. Shu yerda bitta to'xtasakda Sardor tambur ekanda, Tamburda bu, ha. Issiq sovuq xonani ushlab turadi. Shunaqa. Endi ko'p kelib turibsiz o'sha yerga 100% hamma ko'chib kelganmi bu yerga Sardor? Yo'q, hali bu joyda ham ko'pchilik kelmagan. Bu yoqda ham hali bo'sh uylar bor, ya'ni remont bo'layotgan uylar bor. Net ishlamay qolib yuring, bizlardan chiqamiz. Bo'ldi, bemalol. Toshkentda ham juda chiroyli imoratlar ko'payib ketyapti, Sardor. Albatta.
Kelgan 5 ga. Endi shu yerda bitta to'xtab, bitta narsaga so'rab olsam. 5 xonada deysiz, a? Bular ham hammasi 5 xonadan? Kladovka qilingan. Uy emas bu. Ha, bu uy emas ekan. Uzr. Eshik ham boshqa. Bular 4 xona, 3 xona, bular shunaqa 4 xona, 5 xona mashtaq. Hammasi har xil. Bu kladovka kimniki aslida? Mana shu pod'ezd egalarniki. Velosipedlar Umumiy ekanda. Ha, yashang. Qani shunaqa qulay qilib qo'yish xuddi chet ellikiga o'xshab. Bismillah. Hormaylar. Assalomu alaykum. Bu yoqda ham jadal tarzda ishlar ketyapti. Qilmasdan ishlashyapti. Hormaylar. Assalomu alaykum. Kecha majlisda Tugab qolibdi-da, Sardor ancha. 50% bitta desak ham bo'ladi. Bu yoqda Tez tuyayotgan ekan-da. Demak, bu tugagan joyda deydi o'zi, tayyor joyda. bu qo'shimcha marmar kataloglar yangi qilindi. Devorlar boshqatdan tekislanib chiqildi. Elektr qismlarini butunlay boshqa qildik. Pol nima, taxtami? Bu laminat turibdi. Har kuni changlar yig'iladi, har haftada salafanlar yangi solinadi. Tepalarni ajoyib bo'lar ekanda, ko'rinishidan qarang. Bir nimagadir tayyorlab qo'yish. Boya sizga Parisyanni aytdim, Olmazor City'ga borganda aytaman dedim. Mana shu joyda tayyor yashasa bo'ladigan uy edi. Sal funksionallisi kamroq edi. Shuning uchun bu yoqda mana hozir elektr kabellarni o'zini ko'rib turibsizki, 1 kilometrdan ko'p sim ketdi mana shu o'ziga. Shu elektr kabellarni montaj qilish ham bir ishda bu. Albatta, endi masalan qilmasa ham bo'lmasdi-da bu narsani. Nima o'ziniki yaramasmidi? Yaraydi, funksionallisi kamdi. Masalan, bitta etapda yonadi. Hozir bu 3 ta etapda yonadi. Mana koridor uzun ko'rdingiz-a? Bu naryoqdan yoqadi, bu yoqdan kelib o'chirib qo'ysa ham bo'laveradi. Yana qaytib o'chirib kelmaydi. Bu yoqda nima xonasi? Bu yoqda родительский спальня, o'zini sanuzili bilan. Bu yog'i keng ekan. Ha, keng. Bu yog'i juda ham keng ekan. Lekin yaxshi, juda ham bahavo, yorug'. Zo'r, mana Mamutdan bemalol hovli ko'rinib turadi, fontanlar ko'rinib turadi. Hamma tomoni deraza bo'lyapti-da shunda. Xuddi shunday mana bu yoqda ham keling. Sardor, mana shu to'g'ridagi eshik nima bo'ladi? Bu detskiy xona, ikkita yosh bola, o'g'il bolalar. Eshigini juda zo'r qilibsizlar-da. Bu hamma yo'q. Ekran oynaga o'xshaydi. Qurilish kompaniyani o'zi qo'ygan buni. Bu sizlar qo'ymagansiz o'zi biz qo'ymaganmiz. Qurilish kompaniyani o'zi qo'ygan. Bu yerda ko'rinish ham juda ajoyib ekan. Mana hozir oldin ko'rsatdi. Qurilish hamma yo'q demak, u yog'i davom etar ekan-da, Olmazor City. Olmazor City hali davom etadi. Katlovlar endi qarish boshladi. Ozgina uy egalari sabr qilsa, ozgina birinchi chang bo'ladi. Keyinchalik bu joylar juda zo'r joyga aylanadi, baribir. Deyillar, baqvat qiling, qamishdan bog'lang. Mana sizda bu yoqda ham ish ko'payar ekan hali, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi bu maqtanish emas. Mana shu joyni bitirmasimiz oldin, narigi domdan ham ish chiqdi-da o'sha. Barakasini bersin. Charchamanglar, xayr, sog' bo'linglar. Ha, Sardor. Abba, Ehson aka, charchab qoldingiz-a? To'g'risini aytsam-chi, men bunaqa deb o'ylamagandim-da. O'zi kishingiz o'zi fizkultura ekanda. Odam bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Demak, hozir bu yerdan chiqib qayerga boramiz sizni ro'yxatingiz bo'yicha? Bu yoqdan chiqib endi hozir najot ta'limiga boramiz. Najot ta'limi konsultatsiya variantida ish olganmiz. O'sha konsultatsiyalarimizni berib maslahat berar ekansiz. Maslahatlarimizni berib kelamiz. Qani ketdik, maslahat bergan. Ketdik. Dam olish ham bo'ladimi? Haftada necha kun dam olasiz? Dam olish endi bizda qanaqa bo'ladi? Endi bu davlat ishi emas, xohlagan paytimiz dam olamiz. Endi qurilish bo'lgani uchun bizda yakshanba kuni ham ish bo'ladi. Xohlagan paytimiz dam olishimiz qanaqaki? Masalan, chet elga borib dam olishimiz mumkin yoki xohlagan kunda yig'ib bittada borib dam olib kelaman demoqchimisiz? Ha, yoki bo'lmasam ishim bor kuni, o'zimning shaxsiy oilaviy ish bor kuni masalan dam qilishim mumkin o'zimga mana. Bu farqi yo'q. Haftaning o'rtalari ham bo'lib qoladi. Farqi yo'q. Sardor, mana hozir kuni bilan bugun siz bilan yuribmizda endi. Qurilishlarga bordik, joylarni ko'rdik. Endi hozir Najot ta'limga keldik Chilonzorda.
joylashgan. Bu yerda nimani maslahat berasiz? Baribir remont qilib yurmagan odam tajribasi kam bo'ladi. Biz o'zimiz shu har zamonda kelib, qaysi etapda qurilishi, nima bo'lyapti, nima kamchilik bor bilmaganlarni o'rgatib, shu konsultatsiyalarimizni beramiz. Shu to'bi ertaga katta bir mablag'ga tushib qolmasligi uchun. Butun binosi bo'yichami yoki ayrim xonalari bo'yichami? 2-3 to'r bo'ladi. Shu o'quv markazi Najot ta'limga qarashli. Qani boshlang. Ketdik, yuring, marhamat. Hali yaxshi-ku mana ancha. Juda odam ko'p ekan-a. Hop, svetlarni yoqib bersangiz, bunday digdinga oladi. Bu bitgan etaji va bitmagan etaji bor deymiz-da. Odam ko'p ekan-a. Aka bu Najot ta'limni o'qish uchun o'chirtda 1800 ta odam turibdi. O'chirtda o'qiyman deb. Nimani o'rgatadi bu? Bu zamonaviy kasblarni o'rgatadi bular. IT, SMM, grafika, Butun o'sha internet, YouTube, hamma TikTok hamma ekan. Masjiddan chiqadi hammasi. Bizga kelajakda bizning mutaxassislarimiz ekan. Xuddi yo'nalishdagi. Xuddi shunaqa. Azizlar qalaysiz? Charchamayapsizmi? Qurilishda qanday? Juda odamingiz ko'p ekan-a, lekin rost emas. Baraka berganda aka. Nechta qavatini hozir shunaqa qilyapsizlar? Hozir bu birinchi etajimiz, ikkinchi qavat, birinchi etaj. 3 to'r, общий etaj. Bular hozir bizga yetib keldilar, endi kun bilan birga yuramizda. Bular bilan bir kun desa ekan qolamiz. O'shanda bu yerda ham shu sizga meni do'stim shu maslahat beryapman deyaptilar. Endi maslahatlardan qona qo'yasizmi? 70-80% o'zgarish bo'ldi. Bitta kichkina qanaqadir misol aytib bera olasizmi? Mana masalan, mana shu shunaqa deganlariga menga shunaqa foyda bo'ldi degan Oddiy narsa. misol shunaqa biz high-tech variant bor, dizayn. High-tech variantda boshqacha lampalar berilganda, O'zbekistonda kam bo'lar ekan, ular high-tech variant yoki zakaz qilsa ancha qimmatga ham uzoq vaqt tayyor bo'ladi. Tayyor variant berilgan, shunaqa lampa olsa shu shaklda qilasizlar, profilga qotirib, mana hozir ko'rishamiz lampalarni. Yaxshi ish qilib beribsizda, eng kerak narsani Shunaqa. Endi baribir bular o'zlari qiziqib boshlagani bu boshqa narsa, lekin baribir qurilish mayda detallardan iboratda. Masalan, bularning sohasi mana bu sohani zo'r qiladilar bular. Mana hozir kiramiz, ko'ramiz, odam juda ko'p. Haqiqatan odamlar ko'p. Bu sohani zo'r, lekin qurilishni o'zlari ishtiyoq bilan boshladilar, bu yaxshi, baribir xatoliklar bo'ladi. Spetsialist emaslar. Maslahat so'radilar, Xudoga shukr, mana hozirgi kunda ancha yaxshi. O'zbekistonda birinchi marta 24/7 rejimida coworking zonamiz ish boshlaydi, xudo xolasa. 1-avgustdan yo'lga qo'yamiz. Ajoyib joy. Ehson aka. Savolim bordi. Men o'zi endi ko'p eshitganman internetda ham ishlaymiz-da, biz endi bargam kechisham shu narsani. Najot ta'lim quloqqa chalinadi deb. Nimaga Najot ta'lim? Nimaga bog'langan bu narsa? Najot ta'lim birinchi bundan topish ancha qiyin bo'lgan endi. Ancha 2-3 oylab izlangan. Keyin Imom al-Buxoriy hadisshunos olimimiz bobomizning bir gaplari bor. Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagan so'zi ixlos olib najot ta'lim. Dunyoda o'zga najotdan ilmdan o'zga najot yo'q. O'shaning uchun hammaga biz qiziqqan narsani so'rayapman, Sardor. Har doim o'shaning uchun biz aytamizki, o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Bugun ham trening bor, treningga ham boramiz. Nima uchun? Masalan, bu odamga nima kerak deydi ko'pchilik. Hamma narsasi bo'lsa, ishi bo'lsa, yo'q, ishlash kerak, baribir odam o'zi ustida ishlash kerak, izlanish kerak, bilim, ta'lim olish kerak deb o'ylayman-da. To'g'ri shu. Bu endi bitgan etaj, bitgan qavat. so'rashgani keldik. So'rashdik, mana ko'rdik, ancha ishlar yaxshi. Endi yana buni tepasida qurilish hozir davom etish jarayonida o'sha yerga ham chiqamiz. Nima alkafon qurishimiz kerak, bitirib yopishgan o'rtani nima qilishimiz kerak buni?
roverda o'yilgan naqshli nimalar bor. MDF'lar o'shaqa qo'ysam ancha zo'r bo'ladi. Chem Alkavondan ko'ra yo boshqa narsadan bu ham dekor vazifasini, ham mebel vazifasini uyutib beradi-da. Balki Najot ta'lim yozib yuborsa bo'ladi, osmondagi bolalar deb yozib yuborsa bo'ladi. Yana bitta ichiga podsvetka tashlab yuboriladi faqat. pol masalasida coverlar qilmoqchimiz. Hop. Bunga nima qilaylik? Nalimni pol qilaylikmi yo shunday zo'r ish kerakmi? Yo'q, bu yerda baribir nalimni pol qilgan yaxshi, chunki mana bu joylarida nalimni pol bekitadi, tekis bo'lib turadi. Keyinchalik ham mana bunaqa o'ynab qolmaydi. Ruchkasini qaysi tomonga qo'ygan ma'qul deysiz? Hozir misol doskangiz bu tomonda bo'ladi, bu tomonga ochilsin eshigi yo Bu tomondan ochilgani yaxshiroq. Ba'zi o'ng qo'l bilan ochiladi-da. o'ng qo'l bilan ochiladi. Ochilishga yaqin tezlashish kerak bo'ladi, ozgina baribir. Endi agar yana savollar bo'lsa, xudo xolasa men hozir qaysi kuni yana kelaman. Dushanba kuni kelar ekanman. Agar bo'lsa savollar bo'lsa, bemalol yozib qo'ying. Ko'rishamiz endi nimalar bo'lsa. Bungacha nima kamchiliklar bo'lsa, ungacha tayyorlab turamiz. Shu. Savollar bo'lsa. Timur akamga salom deb qo'ying. Rahmat. Xo'p, Sardor. Sardor mana juda ham zo'r joyga olib keldingiz. Menga shunaqa yoqdi, to'g'risini aytsam kutmagandim. Odamlari ham ko'p ekan. Demak, shunaqa bir talab bor ekanda o'qishga. Endi sizga bitta savolim emas, bitta so'raydigan narsam bor. Videoni boshida men bir kitobda bir narsa o'qiganman, eslatsangiz aytib beraman dedingiz. Mana qarang. Bu hikoyaning nimaga aloqasi bor? Har bir tadbirkor borki, yaxshi muomalali bo'lsa, bu ishi yaxshi bo'ladi. Topib gapirish bor, qopib gapirish borda. To'xtang, hozir tushunmadim. Nima degani u? Mana qarang. Qopib. Topib gapirish bu chiroyli gapirish. Qopib gapirish bu qo'pol gapirish deb olib qarasak, shu bitta narsani o'qiganimda esimda qolganki, qadimda bir podsho bo'lgan ekanda, tush ko'rgan ekan. Tushida tush ko'rganki, hamma tishlari to'kilib ketib, bir dona tish qolibdi. Keyin uyg'onganda shu tush ta'birini aytadigan odam chaqiringlar debdi vazirlarga. Ya'ni topib olib kelishgan. Mana shunaqa tush ko'rdim. Buni boisi nima desa, olamponoq degan. Podshohim degan, hamma qarindoshlaringiz o'lib ketadi, bitta siz qolasiz degan. Keyin podshoh g'azablanib, zindonga tashlaylar debdi. Shu bilan yoqmagan xabar. Yoqmagan xabarda. Keyin shu bilan boshqa tush ta'birini aytadigan odam chaqirilib, balkim boshqa narsadir degan. Keyin yana boshqa tush ta'birini aytadigan odamni topib kelishibdi. Keyin unga ham aytgan, tush ko'rdim, tushimda hamma tishim to'kilib ketibdi, bir dona tishim qolibdi. Buni boisi nima desa, keyin u odam aytibdiki, olamponoq debdi, bu qanday go'zal tushku debdi. Nima desa, hamma qarindoshlaringiz ichida eng yoshi ulug'i siz bo'lar ekansiz debdi. Vaholanki bitta ma'noni aytyapti. Bitta ma'no, ikkalasi ham bir narsani. Bitta bu qopib gapirdi, bu topib gapirdi, chiroyli gapirdi. Mana endi tushundim boshida aytganingizga. Demak, siz aytmoqchisizki, muomala madaniyati chiroyli bo'lsa, albatta odamlarga pul topish ham oson bo'ladi. Ko'pchilik mana menga shaxsiyimga ham ko'p narsa yozishadi. Qanaqa biznes kengaytiraman deydi, qanaqa qilaman deydi. Men maslahat, oddiy maslahatlardan bittasi chiroyli gapirish, xushmuomala bo'lishni tavsiya qilardim. Fe'li keng inson bo'lsin, ishi albatta oldinga yurishni boshlaydi. Xo'p, endi bugungi sizni grafikingizga qaytsak, hozir qayerga yo'l olamiz? Keyingi yo'nalishimiz hozir soat qarang, soat 4:40 bo'libdi. 4:40 bo'lgan bo'lsa, hozir bugun 6:30 da trening bor N-Factorda. Korzinka asoschisi va rahbari Zafar Hoshimov bugun chiqish qiladilar. Juda ham qiziq bo'lsa kerak. Juda ham zo'r trening bo'ladi. Ya'ni bu biznes kengaytirish bo'yicha bo'ladi, ya'ni. Juda ham qiziq. Albatta unga boramiz. Hali ungacha hali ozgina vaqtimiz bor. Ungacha shu ofisga borib, bizning ofisimizda hozir shaxsiy rivojlanish bo'yicha ozgina qiladigan ishlarimiz bor. Shularni ham bir maslahat ekanda. Shunaqa qilsak ham bo'ladi. Qani yuraymi bo'lsam boshqa? Ketdik, marhamat. Keling, mana ofisimiz. Assalomu alaykum. Ijodkorlar. Charchamayapsizlarmi? Hammasi. Biz endi bu shu rabochiy ofisimiz. Shu joyda
YouTube'ga montaj qilamiz. Shu rasmlar bilan ishlash. Buyuk g'oyalar chetda tug'iladi. Shaxsiy rivojlanishga nima oid bo'lsa, shu ofisda o'tirib, mana do'stlarimiz bilan Yaxshi. Maslahat qilib, Dam oladigan ham joy ekan. Shunaqa. Televizor ko'rgizib, televizor qo'yib, masalan, ko'rib, futbolda bo'ladi. Kerak bo'lsa kechasilar ham qolib ketamiz deyishlar. Ha, bu aniq. Aniq u. Masalan, endi shunaqa ishlar bo'ladi, bitirish kerak bo'ladi. Kechqurun 12-1 gacha ham o'tirib ishlaniladi, payti kelsa. Lekin to'g'risini ayting, mana hozir 3 ta odam o'tirgan bo'lsa ham qanaqadir jimjit, sokin joy ekan. Endi dam olar ekanda. Hamma o'zini ishini bilib qilaveradi-da. Boya ham aytdim sizga. O'sha o'zimni tajribamni video darslik qilib, o'sha o'zini yo'lini topa olmayotgan yoki biznesini kengaytirmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga, yoshlarga, do'stlarimizga video darslik qilib shuni hozir chiqarmoqchimiz. Shu ustida ishlayapmiz hozir. Bunga haq olasizmi? Yo'q, bu absolutno bepul bo'ladi. Qaranglar, juda ham yaxshi narsa. Endi Sardor, bu yoqqa kelishimizdan maqsad nimadir ishingiz bormi deb aytdi, grafik bo'yicha. Men sizga boyga gapni xalaq bermayman, siz ishlaringizni qiling. Endi 6:30 gacha hali vaqtimiz bor. Shuning uchun ko'chada kuyda yurmasdan ofisga keldik. Bu joyda ozgina shu YouTube'ga qo'yiladigan narsalar bor. Ham do'stlarimiz bilan maslahat qilamiz. Keyin shu 6:30da bu aytganingiz Zafar Hoshimov treningiga boramiz. Ungacha bu yerda shu ozgina kitob o'qib, ozgina shuni qilamiz-da. Kitobga juda qiziqasizmi deyman. Ha, endi kitob ko'p o'qib turaman. Kitob o'qidingiz. Hozir o'qiyotgan shu Abdulhamidxon kitobini o'qiyapman. Shu nimaga bu o'qish qiziqib qoldi. Oldimda kitoblar o'qimasdim. Turkiyaga bordim yaqinda. Turkiya safarida bo'lganimda biz ko'p o'sha qasrlarni ko'rdik. To'kkapami degan anaqa bor ekan. Sulton Sulaymonni shu qasri. Biz gid olib, o'sha gid tanishtirib chiqdi. O'shandan keyin o'sha Abdulhamidxon haqida juda ko'p gaplarni gapirdi-da. Juda ma'lumotga ega bo'lib kelibsiz-da. Ha, keyin o'sha kitobni o'qiydi-da. Hozir kitobni o'qiyapman. Shu kitobi ham juda qiziqarli bo'ldi. Demak, o'zingiz ichingizdan qiziqib, shuni izlanishdasiz-a? Shu xuddi shunday. Yaxshi. Ehson aka, mana Sardor, hozir bu o'qiyotgan kitoblaringiz Abdulhamidxon kitobi o'qiyapman. Hozir aytdim, bu rasmlari bilan ko'rsatilganda mana. juda ham tarixiy qasrlari bilan hamma anaqalari, qabristonlar, hammasi ko'rsatilganda. Juda ham qiziq kitob. Shuni o'qiyapman. Bu kitobni o'qib bo'lganman, buni sizga sovg'a qilaman. Rahmat. Steve Jobsni eng bir kerakli kitobda. Qisqasi har bir Juda ham xursandman. inson borki, shu kitobni o'qisa maza qiladi. Aytishadi-ku, eng yaxshi sovg'a bu kitob. Ilmda. Rahmat Sardor. Sog' bo'ling. Buni bitta ko'ramiz endi. Bemalol ko'ring. Xudo xohlasa buni o'qib bo'lsam ham, buni ham kimgadir sovg'a qilamiz. Kitob o'qib bo'lgandan keyin bekorga yotish kerak emas-da, changga yotib, to'g'rimi? Buni berib yuborish kerak, kimdir o'qish kerak. Xuddi shunday. Yoki mana bunday qilsak ham bo'ladi. Agar kim chiroyli kommentariy yozsa, shu videodagi mana shu kitobni sovg'a qilamiz. Yo'q, bo'ldi. Ссылка sizni kanalingizda bo'ladi. Farqi yo'q, ha? Hozir u yoqqa konferensiyamida nima bo'ladi debdi Sardor? Trening. U yoqda trening bo'ladi. Zafar Hoshimov bilan. Demak, hozir etga ozgina vaqtimiz bor-ku va sizning ishlaringizni qo'yavering, biz qo'ylab o'tirib turamiz. Bizdagina dam olib kitoblar olib, kitob o'qib tursangiz. bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Sardor to'g'risini aytsam, yana bir marta aytaman, kuni bilan sinab yurib rosa charchadim. Yana bormi syomka qiladigan joy bugunga yetadimi? Buguncha shu hozircha. Demak, hozir shu Zafar akani treningi shuni yakunlaysiz. Shu bilan bugungi ishingiz tugadi. Bugun xudo xolsa uyga ketamiz. Ha, yaxshi. Endi yozib qo'yibdi, qo'l berib so'rashmaymiz. Shunday xayrlashib qo'y qilamiz. Sog' bo'ling. Yaxshi yillar ko'rishdi. Sizga omad, xo'p.
Jaloliddin naprotiv turgin. Men to'xta. Vstupleniya qildi, mana Sardor o'zlari turibdi. Yarim qadam bilan uni kadrga olib kirasan. Bo'ldi, Jaloliddin, yog'izsanmi? Ketdik. Hozir bitta kiyim olaylik endi. To'q, bu yoqqa mumkin emas, kiyinar ekan, mumkin emas. Mana chiqib turaman. Men hozir O'xshasa olib qolasan, bo'lmasam yo'q. Ketdimi? Siz savol beravering, bular javob beraversin. Ketdi. Sardor, mana oddiy qilib aytib bering. Oddiy faqat gapiring, nimasidan hozir so'rayman, menga kamera yo'q. Boyagi voqeangizda men ham oddiy so'rang. Misol uchun, mana 2 qadam qo'yaylik-da. Biz o'zi ssenariy bo'yicha betdan keyin tushlikmidi yo tushlikdan keyinmidi bu? Chalkashib ketdik. Aslida biz sinadi. Tushlikdan keyin biz bu yoqqa haydadik-ku.